Assalomu alaykum ustoz. Assalomu alaykum. O'zingiz tanishtiring. Men Yusupova Ziyoda Alisherovna, oliy ma'lumotli 8 yillik ish tajribasiga ega. Rahim School maktabida 0-o'zbek sinflarini sinf rahbari sifatida faoliyat olib boryapman. Sinfga kelgan bolalar bilan tanishuv jarayonini qanaqa o'tkazasiz? Asosan sinfga yangi kelgan o'quvchilarda biroz hadik bo'ladi. Qanday joylasha olaman, qanday moslasha olaman, qanday o'rtoq topa olaman degan nima bo'lib turadi. Mana shunday vaqtda men shu yildan boshlab birgalikda do'st bo'lamiz o'yini orqali o'quvchilar bilan do'stona munosabat o'rnata oldik. Chunki bu o'yinni o'tkazishda o'quvchilardagi hadik tarqab ketadi. Hozirgi kelgan 0-sinfdagi o'quvchilarimiz bilan mana shu mashqlarni bajarib ko'rganimizda bir-biriga juda tez o'rganib do'st bo'lib ketishdi. Dastlab hamma o'rtaga qo'lini tashlaydi va birgalikda do'st bo'lamiz, hammamiz birgalikda do'st bo'lamiz deb bir-biri bilan qo'llarini yuqoriga ko'tarishadi. Shu orqali o'rtadagi qandaydir tortinchoqlik yo'qolib ketadi. 2-3 marta mana shu ishni bajargandan keyin o'quvchilar birgalikda juda ham yaxshi tezda chiqishib keta oladi. Darslarni qiziqarli va samarali qilish uchun qanday uslublardan foydalanasiz? Biz asosan yosh o'quvchilar bilan ishlaganimiz uchun darslarimizni turli xil o'yinlar, interaktiv metodlar, qo'l motorikalariga oid qilib tashkillashtirishga harakat qilaman. Chunki bola bunda ham qiziqadi va o'rganayotgan narsani majburiy emas, o'zi xohlab o'rganib, yodida ko'proq vaqt, uzoq vaqt saqlab qolishga yordam beradi. Masalan, o'quvchilarimiz bilan yaqinda kelgan o'quvchimiz biz birozdan keyin muddatdan keyin keldi. Bunda g'ijimlangan qog'oz metodidan foydalandik. Bunda g'ijimlangan qog'ozlar qo'yiladi stolni ustiga va o'quvchilar yelkalariga bir-birini qo'llarini o'tkazgan holda ikkalasini ham bitta qo'li yelkada turadi, ikkinchi qo'li esa ochiqda turadi. Birgalikda do'st bo'ladi hamda qog'ozlarni tekislash kerak. G'ijimlangan qog'ozlarni tekislash kerak. Bu orqali yangi kelgan o'quvchi doimiy sinfda o'qib yurgan o'quvchilar bilan birgalikda do'st tutinib ketadi, ham mehnat faoliyati ham shakllanadi. Ham bunda qo'l motorikasi ham juda ham yaxshi ishlatiladi. Bolaning qiziqishi yoki iste'dodini qanday aniqlaysiz? Bolaning qiziqishlari bittada ko'rilmaydi. Turli xil mashg'ulotlar berib ko'rishimiz, unga har bitta o'quvchi har biri alohida dunyo hisoblanadi. Kimdir fanga juda ham qiziqadi, kimdir esa mehnatga qiziqadi. Kimlardir esa umuman hech narsaga qiziqmaydigan bolalar bo'ladi. Ana shunday bolalar bilan ishlaganman. O'tgan sinfimda bir o'quvchi bor edi, menga 2-sinfda keldi, hali harfni tanimaydi, o'qishni bilmaydi. 1 yil davomida susayib qolgan. Mana shunday o'quvchini oldinga harakat qildirish uchun individual shug'ullanib ko'rdim. Faqatgina harflarni tanidi, bo'g'inlab o'qiy oldi 1 yil davomida. Chunki vaqt hamma narsaga davo hisoblanadi. Boyagi o'quvchini oxiri ota-onasi bilan gaplashishga harakat qildikda, sportga berdik. Qani balki sportda u o'zini ko'rsata olar. Chunki bunday qilmaslikning ham iloji yo'q edi. Hamma sinfdagi barcha o'quvchilar oldinlab, ildamlab ketyapti. Bu esa o'zlashtirilmaganligi uchun orqaga o'ziga bo'lgan ishonchi ham yo'qolib qoldi. O'zini fikrini ayta olmaydi. O'quvchilar ichida hamma she'r yodlab kelsa, o she'rni ham yodlay olmaydi. O'zini kamsitganday qilib o'quvchilardan ajralib qola boshladi. Mana shunday vaqtda ota-onasi bilan hamkorlikda ishladikda, uni sportga berdik. Sportga bergan edik, bu yaxshi natija ko'rsatdi. U futbolga qiziqib, viloyatlargacha musobaqalarga borib, o'ziga bo'lgan ishonchi ko'tarilib, sinfda ham keyin boyagi sportdan olib kelgan faxriyorliklarini, unvonlarini o'quvchilarni, do'stlarini oldida taqdirlab berish natijasida sinfdagi uning o'rnini tiklay oldik. Chunki mana bu o'quvchilarni faqat bilim berish emasda, balki kimdadir sportga bo'lgan qiziqishi ko'proq bo'lishi mumkin yoki yana turli xil texnologiya to'garagi bor, kimdadir tikish, bichish, to'qish to'garaklari bor, kimdir oshpazlikka qiziqadi. Xuddi mana shunday qilib o'quvchilarni har xil sohalarga, to'garaklarga yo'naltirish bu o'qituvchining birinchi vazifasi deb bilaman. Shu orqali ularning iste'dodlari namoyon bo'ladi. Tez va sekin o'rganuvchi bolalar bilan
qanday ishlaysiz? Ya'ni har biriga yondashuv qanaqa kechadi? Bunday o'quvchilar bilan asosan sinfda 20 ta o'quvchi bo'lsa, bitta ustoz ikkalasini ham baravar olib borish kerak. Sekin ishlaydigani ham, yuqori oshib ketadigan o'quvchini ham bir nimada ushlamasa, o'zi qiynalib qoladi. Shunday vaziyatda nima qilish kerak? Masalan, men o'zimni o'quvchilarim bilan soddaroq va mana bu sekinroq o'zlashtiradaganga soddaroq misol va o'zining darajasiga oid qo'shimcha misollar beraman. Yuqori ishlaydiganlar bilan esa qo'shimcha fanga oid, ayrim kunlari fanga oid bersam, hadeb fanga bersa ham zerikib qolishi mumkin bola. Bir kuni puzzle beraman, bir kuni Lego beraman. O'sha orqali o'yinchoqlarni terish juda ham ancha vaqt talab qiladi, ham miyani ishlatishini nima qiladida. Mana shunday vaziyatda ular murakkab ishni bajarguncha bu sekin o'zlashtiruvchi o'zini darajadagi misolni bemalol ishlab bo'la oladi. Shunda tafovut tenglashadi, sinfda tenglik uyg'unlashadi. Shunda orqali o'quvchilar bilan murosaga kelib ishlash mumkin. Ta'lim berishda ko'proq qaysi uslubga tayanasiz? Qattiqqo'llikka yoki mehrga? Ta'lim berishda asosan men mehrga, ya'ni muhabbatga tayangan holda ta'lim berishga harakat qilaman. Chunki biz yosh o'quvchilar bilan, yoshi kichkina o'quvchilar bilan ishlaymiz doimiy ravishda. Ularga qattiqqo'llik qilib bo'lmaydi. Qachonki bolaga mehr qo'ydira olsangiz, sizni yaxshi ko'ra olsa, ular o'qishga harakat qiladi. Ana shunday vaziyatlarda biz hozir o'quvchilar bilan ertalab kelgandan bir-birimiz bilan quchoqlashib ko'rishamiz. Hatto o'zimizni bolamizga vaqt ajratmasak-da, lekin bu yerda ertadan kechgacha asosiy vaqtimiz mana shular bilan bo'lgandan keyin mehrimiz tushgandan keyin ularni quchoqlamaslik iloji yo'q. Vaqti kelsa vazifalar beramiz, ularni a'lo darajada bajarsa quchoqlab, o'pib, qanchalik ularga mehr bersangiz, ular sizga xuddi o'sha narsani qaytara oladi. Mehr bergandan keyin albatta ular sizni yaxshi ko'radi, sizni yaxshi ko'rsa faningizni ham yaxshi ko'radi. Siz o'qitayotgan fanni ana shunday yaxshi ko'rish orqali unga muhabbatini uyg'otib, qiziqishini uyg'otishimiz mumkin deb o'ylayman. Maktabga tayyorlov sinfi o'zi sizningcha nima uchun kerak? Maktabga tayyorlov sinfi o'z navbatida bu maktabga tayyorlov deb nomlanishini ham o'zini nimasi borda, ma'nosi bor. Chunki bola maktabga biroz bo'lsa-da tayyor bo'lib kelish kerak. Elementar narsalarni o'rgangan bo'lish kerak. Bunda o'qishni, yozishni, sanashni, ranglarni, harflarning bosmalarini ko'rganda uning nima ekanligini bila olish kerak-da. Agar bilmasa, bola maktabga keldi, hech narsani bilmaydi. Davlat ta'lim dasturi bor. U dasturda tez o'rganib ketaveradi. Agar hech qanday ma'lumotga ega bo'lmagan bola u dasturni o'zlashtirgancha yil yakun bo'ladi. Yo, agar 0-sinflar ochilib, o'qituvchilar va o'quvchilar birgalikda harakat qilib, elementar narsalarni o'rgansa va bola maktabga tayyor bo'lib chiqsa, davlat ta'lim dasturini mukammal darajada o'zlashtiradi. Va bilimi maktabga kelgan bola biror narsani bilayaptimi, uni qiziqishi ortadi. Masalan, sonlarni bilib keldi, bola 0-sinfda o'qidi, sonlarni bilib keldi. Maktabga kelganda sonlar haqida misollar boshlanadi. Sonlar haqida ko'rsatuvlar bugun uni topa olsa, bolada bilyapman deb undan-da qiziqish, uning natijasi juda ham kuchli bo'ladi. Ba'zan ota-onalar farzandini boshqalar bilan taqqoslashadi. Bu holat bolaga qanday ta'sir qiladi deb o'ylaysiz? Bolalar bilan taqqoslash juda xato usul hisoblanadi. Bu juda ham ota-ona buni yomon ma'noda aytmaydi. Ota-onani ham tushunish kerak, chunki ular farzandini orqasidan yaxshi gaplar eshitishga harakat qiladi. Yoki farzandining yutug'idan g'ururlanishni xohlaydi. Ota-ona masalan insonda mana shunday xususiyat borda, farzandini yutug'ini ko'rgisi keladi va bilmagan holda taqqoslashga o'tib ketadi. Mana o'quvchilarimda shunday bo'lganda, qo'shnini bolasi zo'r o'qiydi. Ota-onalar majlisda ham uning ota-onasi turib rag'bat eshitadi. Har doim lider bo'lgan sinfda va mana shunday vaziyatda bolasiga kelib aytayapti, men ham ustozingdan rag'bat eshitishni xohlardim. Sen yaxshi o'qimaganing uchun meni yig'ilishda ham turgizmadi. O'zing ham baholaring 4-5 aralash ekan, yaxshi o'qimayapsan ekan. Nega undan nima kaming bor deb bolasiga
taqqoslayapti-da. U bilan gaplashish natijasida bilmagan holda uni taqqoslayapti. Bu ota-onani ham tushunishi kerak. Bunday vaziyatda u ham unga loyiq bir xil tarbiyalayapti, bir xil sharoitni yaratib beryapti. Lekin farzand o'ylayapti, meni undan nima kamim bor? Nega men qila olmayman? Uni noto'g'ri tarafini tushuntiryapti. Ota-ona unga to'g'ri yo'nalish berib tushuntirsa, mana shu yerda taqqoslash bo'lmaydi. Ota-onani bu gaplardan taqqoslash yuzaga keldida, u bolaga o'rtog'i, bitta sinfda o'qiydigan o'rtog'iga nisbatan nafrat tuyg'usi paydo bo'la boshladi. Ko'chada ko'rsa qo'ymaydi, urishadi, nima qilib yoqalashib urishgacha boradi. Sinfda ham arzimagan narsadan janjal chiqarib urishib ketadi, kitoblarni olib qo'yadi, daftarlarini yirtib tashlaydi. Buning barchasi mana shu taqqoslash natijasida kelib chiqqan. Sinfda harakat qilamizki, hammani teng ushlashga. Hech qanday taqqoslash bo'lmaydi, boshqa bo'lmaydi. Lekin uyda ota-onaning taqqoslashi natijasida mana shunday nafrat vujudga kelgan u boladan. Shunday vaziyatda ota-onalarga ham iltimos qilardim, ham maslahat berardim. Buni o'rniga bolam, o'rtog'ing mana shunday o'qiyapti. Biz ham shunday qilib o'qiylik, qo'limizdan keladimi shunday qilib o'qish deb aytish kerak deb o'ylayman-da. Chunki tarbiya oiladan, har qanday farzandga o'rgatilayotgan xususiyatlar oiladan boshlab kelinadi, atrofdagilarda u rivojlanadi. Maktabda, do'stlarini orasida, tanishlarini orasida u rivojlanadi. Lekin uning tag ildizi oilada boshlanadi. Agar ana shu taqqoslash, kamsitish, bir-birini ko'rolmaslik xususiyatlarda oilada boshlanmasa, farzandda unday natija, yomon xususiyatlar shakllanmaydi deb o'ylayman. Ota-onalar farzandiga yetarlicha vaqt ajrata olmasa, bu bolaga qanday ta'sir qiladi deb o'ylaysiz? Bunday vaziyatda hozirgi kunda zamon juda ham rivojlanib boryapti. Ota-onalar butunlay ishga berilib ketyapti, chunki ehtiyojlar tufayli kimlar ehtiyojlar ko'paygan sari ishlash vaqti ham uzayadi. Ertalab ketgan ota-ona kechki vaqtda hammasi birga qaytadi. Bola ham hozirgi kunda ertadan kechgacha maktabda bo'lyapti. Qaytib kelganda kechki vaqtda ota-ona o'z yumushlari bilan, farzandlar esa beqaror qolib ketish natijasida turli oilada turli nomaqbul ishlar vujudga kelyapti. O'zim bilaman, ota-onasi oliy ma'lumotli, yaxshi ishlarda ishlaydigan, lekin farzandlari uchun vaqt ajratmagani natijasida farzandi yomon yo'lga kirib ketyapti. Hali kichik sinf, lekin boyagi gaplashish, ota-ona bilan bo'lgan aloqa yo'qligi uchun mehrni ko'chadan izlayapti. Ko'chadan izlagandan keyin u ko'chadagi har qanday gapga ishonadi, hali yosh bola oq-qorani tanimaydi, ajrata olmaydi va u yo'ldan chiqish holatlari kuzatilyapti. Buning uchun hozirgi kunda biz ayta olmayman, butunlay ota-ona imkoniyam yo'q, bolalar bilan shug'ullanishga kun-tun shug'ullana olmaydi, chunki ikkalasi ham jismoniy jihatdan charchaydi. Masalan, men o'zim ham mana ertadan kechgacha ishdamiz, boramiz. Farzandlarim bor, kichik yoshda 4 yosh, 6 yosh, 10 yosh, lekin yarim soat, har kuni yarim soat ular bilan o'ynaymiz, rasm chizamiz, nima bo'lsa harakatli o'yinlar o'ynaymiz, turli xil sharikchalarni bir-biriga otib, kim chaqqon o'yinlarini o'ynashga harakat qilaman. Bu orqali farzandlarda o'ziga bo'lgan ishonchi shakllanadi. Oilada mehrga qonadi. Ota-ona bilan bo'lgan munosabatda o'zini fikrini erkin ayta oladi. Shunday qilib, farzand butun mehr, muhabbatni ana shu yarim soatlik vaqtda oladi. U ana shu narsaga qoniqadi. Agar ana shu yarim soat vaqtini farzandi uchun ajratmadimi, u kelajakda u juda katta fojiaga olib kelishi mumkin. Masalan, ota-ona bilan bo'lgan munosabatdan qizlar onasiga gapini ayta olmaydi. O'z fikrini erkin bildira olmaydi. Yigitlar dadasidan qo'rqadi. Mana shunday holatlar yuzaga kelib chiqmaslik uchun kichik yoshdan boshlab bolaga kam bo'lsa ham vaqt ajrata olishimiz kerak. Har birimiz ota-onamiz, farzandlarimiz bizning kelajagimiz, o'sha kelajaklarimiz
yaxshi natijalarini yuksaklarga ko'tarilganliklarini ko'rishimiz uchun biz hozir mana shu qadamlarni bosishimiz kerak deb o'ylayman. Demak, shu uchun ham qizlar masalan yoki bolalar katta bo'lganidan keyin ota-onasiga yaxshi ko'rishini aytolmaydi yoki quchoqlay olmaydi. Shuni oqibatida ekanmi? Shunday va ota-ona vaqtidan boshlab vaqt ajrata olsa, yaxshi ko'rishini ham aytadi. O'g'il bolalar judayam dadasiga nisbatan ayniqsa onalarga-ku aytishi mumkin yarim kam qilib, lekin dadalarga nisbatan hech qachon ayta olmaydi. Mana shuning natijasi dadalar chunki butunlay oila tashvishi, ro'zg'or tashvishi deb ertayu kech ishda, kech keladi. Bolalar uxlagandan keyin keladi, erta tongda ular turmasdan chiqib ketadi. Asosiy vazifamiz deb. Lekin dadalar ham mana shu farzandlarning kelajagi uchun vaqt ajratish kerak. Va kelajakda mana shunday yomon oqibatlarga olib kelmasligi uchun ham bugungi kunda yosh ota-onalar mana shunday nimalarga amal qilsa juda ham yaxshi bo'lardi. Xulosa o'laroq so'nggi savolim, ota-onalarga maktab va ustoz tanlashdagi tavsiyalaringiz. Bu juda nozik masala hisoblanadi. Chunki masalan daraxt ekasiz, oddiy nihol bo'ladi. U niholga qanday parvarish bersangiz, katta bo'lgandagi daraxtning mustahkamligi ana shu niholning parvarishiga bog'liqdir. Uning ildizi qanday bo'lgan, uning mustahkamligi, agar nihol qanchalik mustahkam, unga parvarish berilgan bo'lsa, kelajakda uning mevasi shunchalik ko'p bo'ladiki, behisob bo'ladi. Farzand ham xuddi nihol. Uning qanday bo'lib shakllanishi, rivojlanishi ota-onaga bog'liq. Ota-ona uni to'g'ri yo'lga qo'yib, to'g'ri ustoz tanlab, to'g'ri maktab tanlay olsa, yutuq uniki. Ba'zilar aytadi, ustozim onamdan-da yaqin deydi. O'shanday eshitganda, men ustozni to'g'ri tanlabdi-da deb o'ylayman. Chunki hamma ham onadek bo'la olmaydi, tengsiz, lekin ustoz shunchalik mehr uyg'ota olganki, to'g'ri tarbiya bera olyaptiki, ana shu onasidan-da yuqori darajaga qo'yyapti. Ota-onalarga ham tavsiya, juda ham ehtiyot bo'lishi kerak. Chunki ustozga berishda ham masalan ayrimlar yosh o'qituvchi deb tanlashga qo'rqadi-da, tajribasi bo'lsa yaxshiroq bo'ladi-da deb yoshi katta o'qituvchilarni tavsiya qiladi. Lekin har bir nima bilan, o'qituvchi bilan ota-onalar individual gaplashib ko'rish kerak. Chunki mana yaxshida, bu yaxshida degan orqa vorati gaplarga quloq solmasdan o'tirib birgalikda bafurja gaplashib, odamiylik jihatdan, insoniylik jihatdan gaplashib ko'rish kerak. Va maktablarni ham iloji boricha O'zbekistonda ham diniy, ham ta'limiy, ham bolani qiziqishlariga inobatga olgan holda maktab tanlashi, ustozlarni esa insoniylik jihati bo'lishiga qarash kerak deb o'ylayman. Masalan, men farzandlarimni berishda insoniylik jihatidan o'qituvchi tanlayman. Chunki agar unda insoniylik o'qituvchida insoniylik xususiyati bo'lsa, hech qachon farzandni yomon yo'lga boshlamaydi. Birinchi o'rinda mana shu. Va tarbiyasida ham og'ishish yoki boshqa nojo'ya harakatlar bo'lmaydi. Chunki asosiy vaqti hozir bolalarni maktabda o'tadi. Unga qanday ta'lim berilsa, qanday tarbiya berilsa, mana shu o'quvchida shakllanadi. Masalan, aytadi-ku, onani gapini olmaydi-da, ustoz nima desa shuni qiladi. Haqiqatan ham shunday. Mana o'zim onaman, farzandlarim xuddi shunday. Bog'cha opam bunaqamiz, bunaqa dedi-da, aya deb shunaqa deydi. Yoki o'g'lim aytadi, aya ustoz bunaqa dedi-da, qilmasligim kerak deydi. Va rahmat bolam, ana shu ustozingga deyman shu paytida. Bu orqali ham bolada ustozga bo'lgan hurmat yuqori darajada bo'ladi, ham ishonch hosil bo'ladi-da. Ham o'zim ham xursand bo'laman. Mana shunday insonlar tarbiyalab nima qilayotgani uchun juda ham xursand bo'laman. Mazmunli suhbat uchun rahmat ustoz. Rahmat sizlarga. Salomat bo'ling.